Assalomu hurmatli obunachilar, mana navbatdagi kemak pechkamiz. Buvayda tumani Oyim qishlog'iga o'rnatib berdik, Farg'ona viloyatiga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qila olasizlar. Pechka 1.30lik 3,5 ga 6 xonani bemalol isitaveradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. 1.30likda 3 ta duxovka bo'ladi. Yoqib sinab qo'yganmiz mana. Tortishlari o'ta zo'r. Xizmatlar vodiy bo'ylab bemalol aloqaga chiqib olasiz. Oldi ko'rinishi, oldida ikkita duxovka bo'ladi, yoqadigan joylari. Kulni olib chiqib tashlab kelaveradi. Gazga mo'ljallangan. Havo tortadi. Ochib tursangiz tezlashadi. Gazdan tiqib foydalansa bo'ladi. Mana duxovkasi. Bu narsa istab, pishirib, ko'za sho'rva qilaverasizlar. 1.30lik pechka. Mo'ri zigzag olib chiqib ketgan. 2 marta aylanib. Umuman tutun qaytarmaydi. Shamolga ham tutamaydi, xudo xolasa. Videoga bir dona like bosib qo'yasizlar. Vodiy bo'ylab xizmatlar bor. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Umuman tutun qaytarmaydi, tutamaydi. Faqat tortadi, isitadi. Rasxodi 1,5 tonna metasezonga yoqishyapti. Hamma yo'g'ini o'zimiz olib borib, o'rnatib yoqib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar.